Men G'ulomjonov Muhammadaziz Mahmudjon o'g'li 1998-yil 17-yanvarda Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida tug'ilganman. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 2-qismi hamda 277-moddasi 3-qismi bilan aybli deb topilib, muddatimizni olib boryapmiz. Ozgina be'tiborlik qilib urushilgan edi. Ozgina endi o'rtoqlarimiz bilan birga bo'lganligimiz sababli o'rtada munozara bo'lganligining hisobiga o'sha aralashib ketdik urush jarayoniga. Keyin urushda ham ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketganligining hisobiga qamalib qoldim. Kelganimga 6 oy bo'lgan bo'lsa, umumiy qilib 1 yil bo'ldi. Uylanganimdan keyin 4 oydan keyin qamalib qoldim. Jazoni ijro etish koloniyasidagimda qiz farzandli bo'ldim. O'zim olib chiqolmaganim shu alam qildi. Keyin bir kunmi yoki 1 yilmi ota-onamiz mana yolg'iz farzandman. Yaxshi kunida ham, yomon kunida ham birga bo'la olmaganimdan afsus chekaman shunisiga. Qizingiz ko'rdingizmi? Qizimni ko'rdim. Sangortga olib kelishdi, o'sha yerda ko'rdim. Rasmga kelgan, rasmini ko'rib turibman. Ota bo'lishni orzu qilib yurlardi. Endi buni tasavvur qilib bo'lmaydi. Aybimni iqrorman. Kechirim so'raymiz. Endi biz xato, kichkina xato degan bo'lmaydi. Misol katta xato, kichkina xato ham xato. Mana shunaqa joylarga kelishdi hech kimga ravo ko'rmaymiz. Birinchi menga 15 sutga berilgan. 15 sutga ham chidalmasam kerak degan edim. Mana 1 yil o'tdi. Shu yerda biz hozir